Qalay o'rtoq, zo'rmi? Zo'r. Jentra nima qilding? Arendator olib qo'ydi. 2 oyligini to'lamadim. Boshqa arendator topib, bosib yubordim. Jentran to'lamagan. Malibun qanaqa to'lamoqsan? To'laymiz-da o'rtoq. Hayotga bir marta kelamiz, yashab olaylik. Yashash uchun ham ishlash kerakmi? Og'ayni, hozir hamma yurgan mashinangga, kiyib olgan kiyimingga qarab muomala qilishadi. O'zing ham bilasan-ku. Yo, uni tushunaman o'rtoq. Lekin sen qanaqadir kattaroq odam yoki biznesmen bo'lganingda, ishiga kerak-da, bo'lib to'lab yuborar derdim. Sen hech qayerda ishlamasang, qanaqadir akalaringning xizmatini qilib yurasan. Itdan suyak qarzing bor-ku, o'rtoq. Kurdi bolalardan ham qarzing bor. Necha yildan beri bermaysan? Senga nima? Mani qarzim-ku. O'zi nima aqlli qolsan? Matizing ham yo'q. Bulbulni ko'tida bitta magazining bor. Shumi maqtanayotgan narsang? Qoylatib qo'ygan narsang shumi? Zato qarzim yo'q. Ro'zg'orim butun. Kimdir yordam so'rasa, qo'limdan kelgancha yordam bera olmayman. O'sha bulbulni ko'tida deyotgan do'koningdan har kuni oying qarzga narsa oladilar. Bolam oyligim chiqsa berib ketaman deb xabaring bormi? Va har kirganlarida-chi, xijolat bo'lmasinlar deb, ona, o'g'lingiz berib ketdi deb aldiyman. To'lab qo'yaman. Endi mana to'laysan, sen oldin o'zingni eplab ol, chichqoq. Yo, senga o'xshagan bolalarga tushunmaymanmi? Nimalaringga karillab, pantavatsiya qilib yurasanlar? Qo'lingdan po'qan kelmaydi-yu. Soxta obro'yingga sani. Voy, hozircha shuncha gapirdim, o'sha ham seni miyangga kirmadi. Sana xayolingda o'sha sentrga borib, kofe ichib, muzikani balaqib, bits qilib maqtanib yurish, pantavatsiya qilib yurish, mard bo'lsang-chi, mana bunaqa mashinani yengilagandan ko'ra, uyingdagi ro'zg'ori yengilab qo'y. O'g'il bola